Assalomu alaykum barchaga. Bugungi darsimizda grafik dizaynda nimalarni o'rganamiz. Grafik dizayn o'z ichiga nimalarni oladi? Shularni birgalikda ko'rib o'tamiz. Grafik dizaynni asosan 3 turga bo'lishimiz mumkin. Motion dizayn, ya'ni motion grafika, tipografika dizayni, UX UI dizayn. Keling ular haqida batafsil ma'lumot olamiz. Motion dizayn nima? Motion dizayn, ya'ni harakatli dizayn, bu grafik dizayn elementlarini harakatga keltirish san'atidir. Ya'ni matn, shakl, rasm, video va boshqa vizual elementlarga animatsiya qo'shish orqali hikoya yaratish yoki ma'lumot yetkazishdir. Motion dizaynni oddiy qilib aytganda, agar oddiy grafik dizayn bu surat bo'lsa, motion dizayn bu o'sha suratni jonlantiradigan videoga aylantirishdir. Motion dizaynda ishlatiladigan dasturlar bu After Effects, asosan Blender, Cinema 4D, Adobe Premiere Pro, Figma. Figma eng oson animatsiya yaratish uchun ishlatiladigan dastur hisoblanadi. Keling, motion dizaynga misol ko'rib o'tsak. Siz ushbu dizaynlarni internetda ko'p ko'rgansiz, ya'ni kafelarda ko'rgan bo'lishingiz mumkin yoki boshqa joy. Bu asosan mahsulotlaringizni turli ko'rinishda, chiroyli dizaynda, animatsiyali holatda, yanada mijozni jalb qilish uchun qo'llaniladi. Motion grafika rasmlarni jonlantirish bilan, ya'ni animatsiya qo'shish bilan shug'ullanadi. Tipografika dizayni bu nima? Tipografika dizayni bu matnni estetik va funksional tarzda joylashtirish san'atidir. Ya'ni harflar, shrift, o'lchamlar, oraliklar va tartib orqali matnni chiroyli o'qilishi va oson va ta'sirli qilish. Oddiy qilib aytganda, agar siz biror bir poster matnni ko'rsangiz, u qanday shrift bilan yozilgan, harflar qanday, qaysi so'z katta, qaysi so'z kichik, qanday joylashtirilgan, bularning barchasi tipografiya dizayniga kiradi. Tipografik dizaynlar asosan logotip va brendingda, banner, poster va flyerlarda, veb-sayt dizaynida, kitob, jurnal va bloglarda, video titrlar va reklamalarda qo'llaniladi. Xo'sh, biz tipografiya dizaynlarini ham deyarli har kuni ko'ramiz. Biz har kuni Instagramdan foydalanamiz, Telegramdan foydalanamiz. Ularda biz ko'radigan bannerlar, posterlar buning barchasi tipografika dizayniga kiradi. Veb-saytlarda ko'rinadigan dizaynlar, ya'ni siz Kunuz platformasiga kiring, misol uchun. Kunuz platformasining ko'rinishi, tuzilishi, dizayni bu ham tipografiya dizaynining ichida o'rganiladi. Keyin UX UI dizayn nima? UX dizayn, user experience, foydalanuvchi tajribasi dizayni. Bu foydalanuvchining dastur, sayt yoki ilova bilan qanday tajriba olishini loyihalash degani. Maqsad foydalanuvchi uchun qulay, tushunarli va yoqimli interfeys yaratish. Misol, ilovada tugmalar, menyular va sahifalar qanday joylashgan, qanday ishlaydi, foydalanuvchi chalkashmaydimi? Bular UX dizaynining ishi. UI dizayn bo'lsa, user interface, ya'ni foydalanuvchi interfeysi dizayni. Bu ekrandagi ko'rinadigan dizayn, ranglar, tugmalar, ikonka, shrift, oraliq, ya'ni foydalanuvchi ko'radigan va bosadigan barcha vizual elementlar hisoblanadi. Misol uchun, tugma qanday ko'rinadi, ustiga bosganda nima bo'ladi, ranglar bir-biriga mosmi? Bularning barchasi UI dizaynerning ishi hisoblanadi. Men sizga buni sodda qilib aytadigan bo'lsam, UX dizayn bu biror bir uyning maketi, ya'ni uning arxitekturasi hisoblansa, UI dizayn bu uyga dizayn berish, ya'ni qanday mebel tanlaysiz, qanday rang tanlaysiz, uyning ko'rinishi qanday ranglar bilan kombinatsiya qilinadi, bularning hammasi UI dizaynga kiradi. Shu qismi UX UI dizayn qayerda qo'llaniladi? Mobil ilovalar, veb-saytlar, onlayn platformalar,
SaaS xizmatlar, Smart TV, avtomobil interfeyslari va hatto soatlar. Ya'ni biz qo'limizda foydalanadigan smartwatchlar ham UX UI dizaynerlar tomonidan ishlab chiqilgan. Shu bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.